Salom do'stlar, bugun sizlar bilan qanday qilib mana bu ovqatni ko'ryapsizlar. Mana shu ovqat tugab qolsa, lekin bizni inventariymizda hech qanaqa ovqat bo'lmasa, nima qilish kerak? Buni qanday to'ldirib olish kerak ovqatsiz? Hozir buni do'stlar o'rgataman, faqat buning uchun biz o'lishimiz kerak. Shundagina rozi bo'lsalaring, buni to'ldirib bo'ladi. Hozir men sizlarga sinab ko'rsataman. Videoni boshlashdan oldin videoga like, kanalga obuna bo'lishlaringni so'rab qolaman. Qani bo'lmasa go do'stlar. Birinchi bo'lib buni biz do'stlar chopishimiz kerak. Chunki nimaga deysizlar, men supicha kamaysin yana. Buni to'lish uchun mana shu yana bitta yo'q bo'lsin-da. Mana shu yana bitta go'sht yo'q bo'lsin. Xo'sh, topamiz. Xo'sh do'stlar, endi men buni sinayman. Sinab ko'rdim, qissalaring ham bo'ladi. Mana do'stlar, o'lishimiz uchun tepa qilib qo'yaylik shuni. Do'stlar, videoga like bosinglar, kanalga obuna bo'linglar. Yaqinda birga bo'lamiz. Voy, birga bo'lsak, Minecraftni top 10 ta ajoyib sirini o'rgataman do'stlar sizlarga. Bu hozir bu bak, hech qanaqa sir emas. Bak do'stlar, bak. Bu bak uni to'g'rilanmaydi. Minecraft tarixida to'g'rilanmaydi bu bak. Mana 128 blok suv qoldi. Endi bizlar sakraymiz do'stlar. Videoga like bosinglar. Qani bo'lmasa bizlar mana o'ldik. Endi qaranglar, yo'g'ida mana shu yerda. Mana to'lib qoldi do'stlar, ko'rdinglarmi? Mana to'lib qoldi do'stlar. Videomiz yoqqan bo'lsa, videoga like, obuna bo'lishni